Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Toshkentda mototsikl va skuter o'rtasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 nafar haydovchi vafot etdi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 8-iyul kuni soat 2:00 Sergeli tuman Fayzli Toshkent ko'chasida haydovchi 1999-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan Shexe boshqaruvidagi KG Motors rusumli transport vositasi va haydovchi 2000-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan Meze boshqaruvidagi Drango rusumli skuteri to'qnarilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchilar olgan tan jarohatlari bilan vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish odam o'lishiga sabab bo'lishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2-iyun kuni Sergeli tumani Mirzo Tursunzoda Mehrigiyo ko'chalari chorrahasida skuter haydovchisi Damas urib yuborishidan halok bo'lgan edi. 25-may kuni Namanganda Nexia 3 yo'l transport hodisasiga uchrab, haydovchisi bilan birga yonib ketgandi. Farg'onada Nexia haydovchisi bosib ketgan velosipedda 12 yoshli bola vafot etdi. Haydovchi 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, 5 yil ozodlikdan mahrum etildi. 10-mayda Toshkent viloyati Bekobod tumanida Damas peshixoddan o'tayotgan piyodani bosib ketdi. Har qanday holatda ham ko'chada yurganingizda ehtiyot bo'lishni hamda xavfsizlik qoidalariga amal qilishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga eng tezkor xabarlarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz.